Assalomu alaykum aziz tumandoshlar, hurmatli Begobod tumani aholisi. 2025-yil 3-yanvardagi muhtaram prezidentimiz tomonidan imzolangan PQ1 sonli qarorda soha idoralariga har bir mahallada huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish ustuvor vazifa etib belgilanganligi, kriminogen vaziyati og'ir mahallalarga mas'ul rahbarlar nomma-nom biriktirilganligi Begobod tumanida ham o'z samarasini bergan. Buning natijasida tumanimizda 20 mahallalarda birorta ham oldini olish mumkin bo'lgan jinoyat sodir etilmadi. Oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar 207 dan 203 taga kamayishiga erishildi. Tumandagi qizil toifadagi mahallalar soni o'tgan yilning shu davriga nisbatan 11 tadan 5 taga kamayishiga erishildi. 2025-yilning 12 oy davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-yanvardagi respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ1 sonli qarorda ko'rsatilgan Begobod tumanining og'ir toifadagi Bog'ishamol, Sariyuz, Dalvarzin, Xos, Do'stlik va Sho'va mahallalarga profilaktika ishlari tizimli yo'lga qo'yilgani va biriktirilgan mas'ul rahbarlar tomonidan nazorat kuchaytirilganligi sababli yil davomida qizil mahalla toifasiga tushishi oldi olindi. 2025-yil 12 oyida olib borilgan profilaktik ishlar natijasiga ko'ra tumanda qotillik, bosqinchilik, nomusga tegish jinoyatlariga sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi. Jinoyat turlaridan bezorilik 15 tadan 9 taga, og'ir tan jarohati yetkazish 7 tadan 6 taga, firibgarlik jinoyati 31 tadan 23 taga, shaxslar bilan bog'liq jinoyatlardan ishsizlar jinoyati 26 tadan 14 taga, ilgari sudlanganlar jinoyati 24 tadan 17 taga, guruhlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar 19 tadan 16 taga kamayishiga erishildi. 2025-yilda tumanda jami 560 ta jinoyat sodir etilgan bo'lib, jami jinoyatlarning 203 tasi oldini olish lozim bo'lgan, 160 tasi aniqlanmagan jinoyatlar, 189 tasi tibbiy jinoyatlarni tashkil qiladi. Har 100 ming aholisi soniga jami jinoyatlar Begobod tumanida o'rtacha 121 tadan to'g'ri kelgan. Oldini olish lozim bo'lgan jinoyatlar turlaridan avtomashina olib qochish 1 tadan 2 taga, o'g'irlik 28 tadan 40 taga, jami yo'l transport hodisasi 36 tadan 39 taga, o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisasi 7 tadan 8 taga oshgan. Shaxslar tomonidan sodir etilgan jinoyatlardan mast holda 20 tadan 25 taga, voyaga yetmaganlar 17 tadan 18 taga oshgan. Tumanda 51 ta mahalladan 5 tasi qizil, 26 tasi sariq, 20 tasi yashil toifaga kiritilgan. Qizil toifadagi mahallalar Yangi hayot, Yoshlik 2, Bo'ston, Taqachi, Nazarboy mahallalarini tashkil etadi. Eng ko'p oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar Yoshlik 2 mahallasida 8 ta, Taqachi mahallasida 6 ta, Bo'ston mahallasida 6 ta, Nazarboy mahallasida 5 ta sodir etilgan. Hurmatli tumandoshlar, tumanimizda jinoyatchilikni oldini olish borasida olib borilayotgan islohotlarni ro'yobga chiqarish, har birimizdan fidoyilikni, fuqarolik burchiga befarq bo'lmaslikni, taraqqiyotimizga to'siq bo'layotgan salbiy illatlarni bartaraf qilishda hamjihatlikni taqozo etadi. Shunday ekan, aholi va keng jamoatchilikni huquqbuzarliklarni oldini olish hamda profilaktika qilishda faol hamkorlikka chaqiraman. Aziz tumandoshlar, barchamiz tumanimizda jinoyatdan xoli hududga aylantirish uchun birlashaylik. E'tiboringiz uchun rahmat.